سعاك الفضاء الرحيم الفسيح. Ali roziyallohu anhuga kelib, sen so'ramaysanmi Fatima Zahroni dedi. Ali roziyallohu anhu Abu Bakr Umardan keyin qanaqa bo'lar ekan dedi. Ularga bermagan menga berarmikin? Boyaga maslahat berayotganlar, nimaga senga bermas ekan? Axir Rasulullohga eng yaqin sahoba sensan. Rasulullohning uyida katta bo'lding. Rasululloh seni otangning uyida katta bo'lgan. Islomga birinchi bo'lib kirgan yigit sensan, yosh bola sensan. Onang Rasulullohga qaragan. Rasulullohning ayoli seni katta qilgan. Sen Rasulullohning tarbiyasida o'sding. Eng birinchi musulmon bo'lganlardansan. Ali roziyallohu anhu qarang, otasi yo'q, onasi yo'q. Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordi. Maslahatchilarning so'zidan shijoatlanib, Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordi-da, salom berib, Rasulullohning oldida o'tirdi. Endi shu mavqifni bir tasavvur qiling. Rasululloh o'tiribdi, 24-25 ga kirgan yigit o'tiribdi, Ali salom berib indamay o'tiribdi. O'zi sovchi bo'lib kelgan. Kim uyiga? Rasululloh. Kimni so'rab keldi? Fatima Zahro. Subhanalloh. Rasululloh sezdi Alini bir hojat bilan kelganini ayta olmayotganligini. Oradagi hijolatchilikni ko'tarishlik uchun Rasululloh Ibn Abi Tolibning hojati nadir dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu Rasulullohning qizlari Fatimani eslagan edim dedi-da, yerga qarab jim turib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitishi bilan lutf ko'rsatib, xush kelibsan, safo kelibsan dedi. Bo'ldi. Yana oraga jimlik tushdi. Ali roziyallohu anhu nima bo'lganligini tushunmasdan sekin turib chiqib ketdi. Tashqarida turibdi maslahatchilar. Nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'ldi. Rasulullohga murodimni aytuvdim, xush kelibsan, safo kelibsan dedilar. Bo'ldi. Senga bitta so'z ham yetar edi, senga ikkita aytibdi. Muborak bo'lsin deb turib, hamma xursand bo'ldi. Ertasi kuni Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan joyga yaqinroq keldida, Rasulullohga eshittirib turib, kecha Rasulullohning qizlariga sovchilik qilmoqchi bo'lgan edim. O'zi biror narsam yo'q edi, ammo yaqinlik va mehrlaridan umidvor bo'lgan edim dedi. Rasululloh eshitdi-da, berki dedi. Nima ham bor dedi. Ya Rasululloh, hech narsam yo'q dedi. Bizchi ibrat oladigan insonlar mana shular. Kimi qizi Fatima Zahrochalik bo'la oladi? Hech kim. Kim Rasulullohning mingda biricha bo'la oladi? Hech kim. Rasululloh hech narsasi yo'q Aliga beryapti qizini. Bularni rizq Allohdan degan e'tiqodi o'rnida bo'lgan. Nima ham bor dedi Rasululloh. Desa, "Ya Rasululloh, hech narsam yo'q" dedi. Men bergan xutomiga sovuting qani dedi. Sovut, jangda kiyadigan sovut. Bor o'sha narsa dedi. Olib ket dedi. Olib keldi. Ali roziyallohu anhu tezda borib sovutni olib kelganidan keyin Rasululloh uni sotib kelishlikka buyurdi. Sovutni Usmon ibn Affon sotib oldi. 470 dirhamga. Ali roziyallohu anhu bu dirhamlarni olib Rasululloh oldiga qo'yganida, Rasululloh bu dirhamlarni o'zini muborak qo'li bilan olib bir qismini Bilolga berdi. Atir xushbo'y narsalar sotib olib keldi. Qolgan qismi Ummu Salama onamizga berdi-da, kelinga sarflaylar dedi. Fatima Zahroni sepi. Ular nimadan iborat edi? Teridan bo'lgan bitta yopinchiq, po'stak. Kech payt ustiga yopib yotishar edi, sovuq bo'lsa, issiq bo'lsa tagiga solib yotishar edi, kunduzi tuyasiga shu po'stakda yem berishar edi. Bitta po'stak. Ichiga xurmo fatilasi solingan ikkita yostiq. Tosh tegirmon. Suv idish hamda ikkita bo'sh meshcha qop. Shu Fatima Zahroni sepi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni chaqirib, qizlari Fatima Zahroni Ali ibn Abi Tolibga 400 misqol kumush mahri ila qoyim sunnat va vojib farizat sharti ila nikohlab berganlarini e'lon qilib, ularni guvoh qildi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nikohni o'qidi va ularning haqlariga saodat, baxt, solih zurriyot tilashlik bilan duo qildi. Mana endi to'y, Fatima Zahroni to'yi, valimasi. Bu marosimning oxirida esa mehmonlarga bir idishda xurmo qo'yildi. Ali roziyallohu anhuning qarindoshlari bu hodisani katta xursandchilik va marosim ila nishonladilar. Hatto kuyovning amakisi Hamza ibn Abdul Muttolib mana shu xursandchilikka ikkita jonli so'yib Madinaliklarga ziyofat ham qilib berdi. Amakisi so'yib beryapti. O'sha paytda Ali roziyallohu anhuning yoshi 25 ga, Fatima Zahroning yoshi 18 ga yetgan edi. Shuning uchun har bitta ishingizda bizga ibrat bo'lgan Rasululloh qizini 18 ga kirganda bergan ekan. Shuning uchun jam erta berib yuborayotganlar ozgina o'ylanaylik. Avvalgi sizlar davringlarda 16-17 yoshli qizni ham berib yuborardi desa, sizlarda davringlarda ekologiya yaxshi edi. Kimyo bilan katta bo'lmagandinglar. 18 ga kirgan qizlar bilan hozirgi 18 da farqi bor. Sal yoshini-chi, shu 18 ga yetkazib beraylik, hech bo'lmasa. Hozir o'zi 25 ga kirgan bola hamki yosh bola o'zi gaplasiz. 18 ga kirgan qizni qarasang, 12 ga kirganchalik aqli bor. Shuning uchun shoshilmanglar, orzu havas ko'radigan ota-onalar, orzu havasinglar chiqib qolmasin boshqa joy tomonidan. Kallasi pishsin, jasadi pishsin, dunyo qarashi bir tarbiyalansin. Ilova bo'lgan to'y marosimlariga tegishli bo'lgan bid'at va xurofatlar va undagi isrofgarchiliklarga o'tamiz. Hozirgi kunimizdagi jamiyatimizdagi eng katta dard va musibatlardan biri shu. Xalqimiz ommatan mubtalo bo'lgan dardlardan biri shu. Va necha 10 yillardan beri qutula olmayotganligimiz, muolajasini qilib davo topa olmayotganligimiz kasalliklarimizdan biri ham shu. Bizning xalqimizdagi vabo desak xato bo'lmaydi. Masalan, qoradoriga o'tirib qolishlik, yoki spik kasalligi dunyo bo'yicha hozir asr vabosi deb tan olinyapti. Asr vabosi. Dunyo xalqlari ommatan shu kasalliklarga mubtalo bo'lgan. Ammo qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bizning xalqimiz nikoh to'yining atrofidagi isrofgarchiliklarga shu darajada mubtalo bo'lganki, bu bizning xalqimiz uchun 20 va 21 asr vabosi desak xato bo'lmaydi. Va bunga ibodatlilar ham, ibodatsizlar ham mubtalo bo'lgan. Alhamdulillah, oxirgi yillarda ustozimiz marhum shayx hazratlarining sa'iy harakatlari tufayli, tinimsiz da'vatlari tufayli, bir necha o'nlab yozgan kitoblari tufayli va xuddi shunday nikoh valimalarida, ziyofatlarida borib qilgan suhbatlari, amr ma'ruf va nahy munkarlari va talabalarning o'qitganliklari, xosatan imom domlalarni yig'ib olib, ularni o'ziga alohida dars berganliklarining sababidan, barakotidan boshqa joylarga nisbatan Toshkent shahri ancha muncha shu bid'at va xurofatlardan qutulish borasida, shu darddan shifo topish borasida ilg'or Toshkent aholisi. Nimaga? Chunki bu yerda ustozimiz Shayx hazratlarining mehnatlari juda ham katta bo'ldi. Poytaxt aholisi u zotning barakotlaridan ko'proq foydalandik boshqa viloyatlarga nisbatan. Mana hozir Toshkent shahrida ertalabki nahorgi oshlar soat 7 da bo'ladigan bo'lsa, birorta amr ma'rufsiz osh bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Har qanday joyda o'sha ertalabki oshlarda nikoh valimasi shu. Kimdir qiz chiqaryapti, kimdir o'g'il uylantiryapti. Albatta amr ma'ruf va nahy munkar bor, 10-15 daqiqa bo'lsa ham. Shu 10-15 daqiqaning ichida 300, 400, 500 taraf odam aytilyapti. Bu yerda hozir namozxonlar o'tiribsizlar. Lekin o'sha to'ylarda-chi, deyarli 50% benamozlar bo'ladi. Masjidlarga qandaydir sabablar tufayli kela olmayotganlar bo'ladi. Sizlarga-ku biz shu yerda yetkazdiramiz shu ma'lumotlarni. Ammo bu ma'lumotlardan mutlaqo bexabar bo'lgan, bebahra bo'lganlar bor xalqimiz ichida qanchadan qancha. Ana ularchi, ularni biz to'y, ma'raka marosimlarda foydalanib qolamiz. 10-15 daqiqa qisqa bo'lsa ham lo'nda bir ma'lumot yetkazib qo'ysak, ularning fikrida shunaqa narsa bor ekan-ku degan xayol paydo bo'lsa bo'ldi. Shuni orqasidan qidirib o'zlari kelib keyin so'raydi. Shunaqa deb aytgan edingiz, shuni to'liqroq ma'lumoti qanday bo'ladi? O'g'il uylantirayotgan edim, qiz chiqarayotgan edim, qanday qilsam bo'ladi?
desa, biz mana ustozimiz Shayx hazratlarining Baxtiyor oila degan kitobini olingda, o'zingiz ham o'qing, ayolingiz ham o'qisin. Uylantirayotgan o'g'lingizga ham bering o'qisin. Kelinga ham bering o'qisin shu kitoblarni. O'qib, oilani qanday baxtiyor bo'lishiga to'g'risidagi mukammal ma'lumotlardan boxabar bo'lsinlar. Lekin albatta kitobni o'qiganda hamma 100% tushuna olmaydi. Mabodo tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kelib so'rasangiz imkoniyat darajasida biz ham ustozlarimizning og'zaki bo'lsa ham o'rganganlarimizni sizlar bilan o'rtoqlashamiz, sizlar bilan baham ko'ramiz, yana ham foydasi keng mo'lroq bo'ladi degan ma'noda tushuntiramiz. Haqiqatan ham Toshkent misolida bu borada ancha-muncha olg'a siljishlik bor. Lekin yana bir tarafi borki, bu ham boshqa viloyatdagilarga nisbatan Toshkentda rivojlangan tungi bazmlar. Bularni xalqimiz tilida bazmi jamshid deyiladi. Bazmi jamshid degani forslardan bizga kirib kelgan, forslarning ichida islom diniga qarshi tish tirnog'i bilan kurashgan Jamshid degan podshoh o'tgan. Islom dinini ko'rgani ko'zi bo'lmagan. Tarixda islomning eng katta dushmanlaridan biri Fir'aun degan nom qoldirib ketgan shaxs bo'lgan. Ana shu Bazmi Jamshid shundan bilan qolganki, o'sha badbaxt shunaqangi bazmlar uyushtirgan, bazmlarda erkak va ayollar aralash quralash, zino, mas'alaslik, fisq, fujur, fahshachilik, barcha buzuqchilik shu bazmlarda to'liqligicha ruxsat berilgan. insonlarga 100% erkinlik berilgan. Bazmi Jamshidda xohlagan odam xohlaganini amalga oshirgan. Shuning uchun bir Bazmi Jamshid qilaylik deyshadi. Bizda ham xuddi shu narsa odat bo'lib qolgan, forslardan kirib keldi. Biz turkiy zamonlarda bu narsa bo'lmagan. Bizlarning millatimiz umuman yot narsa bu narsa. Keyinchalik kirib keldi bu narsa. Ana endi borib buni o'zimizga aylantirib oldikki, hozir Bazmi Jamshid bizning xalqimizga emas desangiz, yoqa yirtib talashadi. Nima deyapsan? Bazmi Jamshid aynan o'zimizniki deydi. Endi Bazmi Jamshidni xudosizlar davri tuzumi siyosati yana ham rivojlantirib berdi. Bilasizlar, oktyabr inqilobidan keyin sekin-sekin o'sha xudosizlar o'zlarining mafkuralarini, g'oyalarini, xudosizlikka asoslangan siyosatlarini bizning xalqimizga singdirishni boshladi. Nimaga? Chunki bizning xalqimiz islom dini bilan sug'orilgan xalq edi. Tarbiyalangan xalq edi. Bu xalqni modomiki dini bor ekan, diyonati bor ekan, demak uning o'zining madaniyati bor, o'zining milliyligi bor, o'zining g'ururi bor, o'zining tarixiy o'tmishi bor. Bir xalqni mana shu narsalardan mosuvo qilmagungacha u xalqni to'liqligicha bo'yinsindirish va itoat ettirishning hech qanday yo'li yo'q. Shuning uchun o'sha Lenin boshchiligidagi, undan keyin Stalin boshchiligidagi siyosatdonlar O'rta Osiyoni bosib olganlaridan keyin sekin-sekin o'sha siyosatni bu yerga singdirishni boshladi. Albatta siyosatdonlari o'rgandiki, bu xalqni diniy diyonati, tarixi, o'zining tili, milliyligi, madaniyatidan ayirmagunimizgacha ular bizga xizmat qilmaydi baribir dedi. Shuning uchun ayirish to'g'risidagi buyruq bo'ldi maxfiy holatda va sekin-sekin o'z faoliyatini boshladi. Biz ularni hamma faoliyati to'g'risida gapirib o'tmaymiz. Hozir vaqtimiz ham yetmaydi. Biz nikoh to'yiga tegishli bo'lgan ma'lumot haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Demak, xalqni yo'ldan urishlik uchun ularning nikoh to'ylariga o'z ta'sirini o'tkazdirdi. Buni men yosh urug'larimiz bilan 10 yil, 15 yildan beri o'rganaman. Yoshlari 80-90 dan oshgan otaxonlar bilan gaplashganimda 30-yildan keyin ocharchiliklar bo'lgan bo'lsa, 45-yilgacha keyin ikkinchi jahon urushi bo'lgan bo'lsa, 50-yillardan boshlab sekin xalq o'zini tiklashni boshlagan. 50-yillargacha bizning yurtimizda hech qachon tungi Bazmi Jamshidlar uyushtirilmagan ekan. Mana 50-yildan avval uylanganlar bo'lsa aytinglar, otaxonlar. Qani to'ylaydi shunaqa bo'lganmi? Erkak ayol aralashib, mast qiluvchi ichimliklar qo'yib, artistlar olib kelib o'ynattirilib, raqsga tushishlar bo'lganmi? Bo'lmagan. Sekin 50-yillardan keyin iqtisod biroz tetiklasha borgandan keyin, iqtisod yaxshilana borgandan keyin endi haqiqiy o'sha xudosizlar o 17-yildan beri o'zini tarbiyasiga sekin-sekin ko'ndirib kelayotgan xalqlarni 50-yillardan boshlab turib kechki tungi nikoh bazmini uyushtirishga odatlantirdi, o'rgatdi. Birinchi o'rinda albatta bu narsa poytaxtdan boshlandi, Toshkentdan. Hamma narsa poytaxtdan boshlanadi, yaxshilik ham, yomonlik ham.
poytaxt aholisi sekin-sekin ularga berila boshladi. Ishonmasanglar, mana o'zimizning o'zbek filmlarda filmga olinilgan Mahallada tug'duga, Maftuningman, To'ylar muborak, shunaqa eski kinolarni olsanglar, shu 60-70-yillar atrofida ishlangan filmlar, ayollarimiz tizzadan yuqori atlas ko'ylak kiyishni boshlagan. O'sha filmlarda shuni tashviqoti ketgan. Hali o'sha paytlarda viloyatlarda umuman lozimsiz yuradigan ayolning o'zi topilmagan, ro'molsiz yuradigan ayolning o'zi bo'lmagan. Lekin shu filmlarni ishlab chiqarib xalqimizga taqdim qilgan. Ayniqsa To'ylar muboraklarni, Mahalla tug'duga bilan Maftuningmanni ko'rsanglar, xalqimizni ayni o'zi madaniyatidan ayrilib, milliyligini unutib, milliylik degan faqat atlas ko'ylakda qolgan xolos. Uni qayerdan bo'lishining farqi yo'q. U tizzadanmi, sondanmi, farqi yo'q uni. Atlas ko'ylak kiysa bo'ldi, o'zining milliyligini ushlagan hisoblar bular. Ana shu kinolarda, filmlarda shu tashviqot ketdi. Borib xalqimiz Maftuningmanga maftun bo'lib qoldi. Shuni ko'rib, o'zlaridan o'zlari nima qildi? Balet, opera teatrlariga maftun bo'lib qolishdi. Milliylikni unutishni boshladi. Lozimsiz yurish bilan faxrlana boshladi. Endi ular tungi bazmi jamshidlarni uyushtirdi. Bazmi jamshidlarga birorta muslima ayollar kelmasdi. Sekin-sekin shularni chaqirishlik uchun sotqin bo'lgan, xalqpurush, vatanpurush bo'lgan 3-4 ta buzuq ayollarni to'ylarga taklif qilib, sekin-sekin o'rgatdi. Borib 1, 2, 3, 4, 5, 10 bo'lib, qarabsizki, shunaqalarning ayollari haligi ruslar bilan qo'ni-qo'shni bo'lib qolgan, shular bilan birga ulfat bo'lib qolganlar, asosan rahbar odamlarning ayollari, shular bilan sekin-sekin borib nikoh to'ylarida ishtirok etish odatga kirdi. Ana undan keyin oddiy xalq ham, nikoh to'yiga ayollar ham, erkaklar ham yopirilib kela boshladi. Endi erkak bilan ayol naroda turib o'sha filmlarda ko'rsatgandek bir-biriga olma otgan, bir-biriga ko'z otgan, bir-biriga so'z otgan, buni filmlarda madaniyat qilib ko'rsatdi. Odatlantirdi. Odamlarning yuzidan hayo pardasini yirtib tashlashlikka o'sha filmlar sababchi bo'ldi. Qarabsizki, odamlar shunday qabul qilib oldiki, oradan 10 yil, 15 yil o'tmasdan nikoh to'ylari shunday bazmi jamshid bilan o'tkaziladigan bo'ldiki, endi xalqimizning qon-qoniga singib ketdi. Hozir 60 yoshli otaxonga bu biz urfimizda bas desangiz, kechagina tuxumdan chiqqan sen bilasan, men bilamanmi? Men 60 ga kirdim deydi. 60 yildan beri shu to'y bor deydi. Bu ota-bobolarimiz qilib kelgan buni deydi. Yo, siz ota-bobolarimiz deganda kimni nazarda tutyapsiz? Kechagina kommunistik davrida xudosi bo'lib o'lib ketgan ota-boboingizni nazarda tutyapsizmi? Yoki oktyabr inqilobidan avvalgi iymon e'tiqodi bilan vatanparvar bo'lib, yurtimiz, O'zbekistonimiz uchun, Mavlon davri uchun jon taslim qilgan, fido qilgan, qurbon bo'lgan, shahid bo'lgan ulug' insonlarimizni aytyapsizmi? Ota-bobomiz deganda biz Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Naqshbandiylar, Xo'jaxo'rlar, valiylar, Qaffol, Shoshiylar va hokazolarni tushunishimiz kerakmi? Ota-bobolarimiz deganda kechagina millatda chiqqan Yashasin partiya deb o'lib ketganlarni tushunishimiz kerakmi? Qani aytinglar, ota-bobolar kim o'zi? Bizning ota-bobolarimizni, haqiqiy ota-bobolarimizni kamida bir asr naridan olishimiz kerak. Bir asr bizni aynitdi bular. O'zligimizni unuttirdi. Hatto tilimizda gaplashishga uyaladigan bo'lib qoldik. O'zbek tili davlat tili bo'lsa-da, lekin gaplashishga uyat bo'lib qoldi. Milliyligimiz umuman ayirdi bizni. Endi bu ham yetishmay qoldi. Nikoh to'ylarida ayol bilan erkak bo'lgandan keyin bir-biriga faqat ko'z qisayapti, xolos, bir-biriga usholmayapti. O'sha shunday qilish kerak. Mast bo'lish kerak ular. Nikoh to'ylariga mast qiluvchi ichimliklarni qo'yishni joriy qildi. O'zlari ichib ko'rsatib berdi. Mas'alas bo'ldi. Sekin-sekin musulmonlar ham ularning odatiga ko'nikib ichishni boshladi. Ichishni boshlagandan keyin endi kayfu safona nima qiladi? Raqsga tushdi. O'rtaga raqsga taklif qilish boshlandi. Bu ham odat tusiga aylandi. Endi qarabsizki, uyalmasdan bemalol bir-birini xotinlarni o'rtaga raqsga taklif qilish odatga aylandi. Bu ham yetishmay qoldi. Ming afsuslar bo'lsinki, bu urf odatlarim hali hech narsa bo'lmay qoldi. Endi hozir g'arbdan qo'shtirnoq ichidagi madaniyat kirib kela boshladi. Hozir kunga kelib bu bid'at xurofotlar shu darajada rivojlandiki, endi hozir 90 ga kirgan, 80 ga kirgan ota-bola aytayapti, bizning davrimizda jab unchalik bas edi, hozir juda yemaynib ketdi-da deyapti.
Bundan 100 yil avval ota-bobolarim aytgan, biz davrimizni bunaqa bas edi, hozir ayladi deb ular 20-yillarni aytgan. 1920-yillarni. Mana har asrdan asrga madaniyatimizdan ayrilib boryapmiz. Milliyligimizdan ayrilib boryapmiz. Hozir endi shundaylari chiqdiki, to to'ygacha kelin bilan kuyov bir necha oylar davomida o'zlari haqida filmlar ishlashyapti. Dubayga borib dengiz sohilida cho'milib kelgan, Turkiyani anaqasida Antaliyasida dam olib kelgan, Malayziyaga borib dam olib kelgan, hammasi videoga tushirgan, orqasida 3 ta 4 ta shu suratga oluvchilar doim dundek ergashib yuradi. To'yga kelganda har bir to'yxonaga kirsangiz, o 5 metrga 5 metr katta ekran monitoring qo'yib qo'ygan. Nima uchun qo'ygan shuni? To'ygacha bugungi to'yning qahramonlarini hayotini video filmga olingan, shuni o'sha ekran orqali qo'yib, hammaga e'lon qilib ko'rsatiladi-da, keyin to'y boshlanadi. Ya'ni to'yga kelganlar bu to'yning qahramonlari bo'lmish kelin-kuyovlar to'g'risida to'liq va mukammal ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. O'sha ma'lumotga ega bo'lgandan keyin to'y boshlanadi. Tabrikda va hokazolar bularni qizdirishi uchun Xudo sizlar nima qildi? Ba'zi jamshidlarga san'atkorlarni keltirishni joriy qilib qo'ydi. To'g'rida musiqa bo'lmasa shayton kimni o'ynata oladi? Musiqani shunaqangi shahvatni qo'zg'atadiganlarni qo'ydi. Shunday ashulalar to'qildiki, 90 ga kirgan chog'ni ham o'ynatib yoradigan bu musiqalar, ashulalar to'qildi. Bu ashulalar o'ynatib qo'yganda oppoq soqoli bilan hattoki chollar o'ynashni boshladi. Ishonmasanglar ko'rdi internet hozir ham. Hozir ham bor. Oppoq soqoli bilan keksa otaxonlar ham shu musiqalarga o'ynayotibdi. Raqqosalarning oldiga chiqib qanday qiliqlarni qilib raqsga tushyapti. Mana shunga erishdi ular. Erishdi. Biz esa yutqizdirdik. Biz milliyligimizdan ayrildik. Ma'naviyatimizdan ayrildik. Endi Alloh taolo mustaqillikni berdi. Hurriyatni berdi. Ular ketdi, bizni mustamlaka qilganlar. Endi o'zimizni hurriyatimizni saqlab qolaylik-da. Milliyligimizni tiklaylik-da. Endi hozir erkimiz o'zimizda-ku. O'zimizga o'zimiz xo'jayimiz-ku. Bizlarni kelib tepamizdan bosqinchi kommunistlar bosib turgan yo'q-ku. Nimaga endi to'ylarda haligacha shu tungi bazmdan uyushtiramiz? Bizning millatimizda tungi bazm degan narsa bo'lmagan. O'sha osh berildimi? To'y tugadi, Allohu akbar. Bo'ldi. E'lon qilishlik bor to'yni. Erta bilan osh berilayotganda falonchi qizini chiqaryapti deb 400 odamga domni e'lon qilib, tilovat Qur'on qilib, amr ma'ruf qilib qo'yyapti. Yana qanaqa e'lon qilish kerak? Hop, nari bo'lsa shu to'yxonaning oldida o'sha ertalabki oshdan karnay suvli chalib qo'yilib, e'lon qilish juda kerak bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Nimaga endi tungi bazmni qilib, unda mast qiluvchi narsalarni qo'yib, ketma-ket navbatma-navbat san'atkorlar kelib qizdirib berib ketadigan, har biri 500 dollardan 1000 dollardan olib ketadigan qilib to'yni uyushtirishi kimga kerak isrof? Alloh subhanahu va taolo isrof qiluvchilarni sevmaydi. Alloh sevmagan banda najot topolmaydi. Najot topolmagan banda do'zaxi bo'ladi. Kimga keragi boshqa?